Laydigan, sansızlıgan sırlar bilen tolgan. Sen onunğa tikilip qaragan vaqtında u jasoratga aylandi. Jasorat muhabbatni tug'di. Muhabbat ojiz ko'rindi. Biroq u hammani yengdi. Alemdeki en yirak yulduz sana en yakın nerside çaknaydı. Kalbin yulduzlarının cemgahıydı. İyisinde bolsun, her bir adamның kalbiga bir muzika, bir hikaye kaçılangan. Qani, öz muzikangni çal, öz hikayangni et. Yaşaş tefekkürün мәңгі to'xtab qolmasin. Yaşaş isteklerin мәңгі to'xtab qolmasin. Ali Qurban. Assalamu alaykum sabaqdaşlar, assalamu alaykum ikrarlıdaki barlıq görmənlər. Mening ismim Ali Qurban, ko'pincha odam Ali muallim deb ataydi. Men shu o'tganki 1-2 yilda Şinjanning har qaysi yerlarda va davlatimizning ba'zi joylarida leksiya so'zlash orqali nurg'unlagan odamlarda bo'lib atgan, ko'p uchraydigan ba'zi psixik omillar va ro'y tushkunlik, xushalsizlik, gangirash ve ro'y parakendchiliklarni ko'rdim va shularning yuz beradigan o'rtaq masalalarni hal qilish yusidan bu bir plastika chiqishni qaror qildim. Unda olsa biz dersimizni boshlab ketdik. Yangichilar doimli yolg'iz qoldi degan bir kitobda mundaq bir ikki personaj bor. Igor va Iva, ikkalasi rossiyalik. Igor kim deganda, Igor yosh vaqtida askarlik tugan, keyin askarlikdan qaytib kelgandan keyin Ivani yaxshi ko'rib qilib, Iva bilan Ivaga to'y qilish taklifini qo'ydi. Ammo Iva Igorning taklifini rad qildi. Va mundaq deydi. Her bir odam o'zining dunyosida yashaydi deydi. U o'zining kallasidagi dunyoni keyin reallikda barpo qildi deydi. Agar siz hozir yashayotgan mush dunyosingizda yashsangiz, mush dunyosingiz bilan men bilan keyin uy tutmoqchi bo'lsangiz, to'y qilmoqchi bo'lsangiz, biz cho'qim mag'lub bo'lmaymiz. Agar siz meni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, siz hozir yashayotgan mush dunyosingizni yo'q qiling, ya'ni vayron qilib etgandan keyin boshqa bir dunyoni shakllantira olsangiz kallangizda. Ondan men sizlarni to'y qilman dedi. Igor bu gap intayin ta'sir qilib, keyin bu intayin tirishib bir cho'ng aloq shirkatining bosh lideri bo'lib ketdi. Bu nimani tushuntiryapti degan vaqtda amaliyotda dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo mavjud. Agar bir odam o'lsa, bir dunyo o'ladi degan gap. Chunki uning hissiyoti, dunyo ko'z qarashi, beshdan kechirgan aslimalar hammasi tugaydi degan gap. Demak, insonning ikki dunyosi bo'ladi. Birisi ichki dunyosi.
Yana birisi tashqi dunyosi. Ichki dunyo sabab, tashqi dunyo natija. Agar biz tashqi dunyoni, ya'ni realligimiz demakchi, o'zgartmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib cho'qim ichki dunyoni o'zgartirish kerak. Agar ichki dunyoni o'zgartmay turib, tashqi dunyoni o'zgartaman desa, bu 100% mag'lub bo'lgan gap. Bu mag'lubiyat nimaga boshlab bordi deganda, norozilikqa, qaqshashga, tushkunlikka, umidsizlikka boshlab bordi. Nurg'un odamlar bu nuqtada qaqamagan. Shunga ichki dunyoning o'zgarishi bu intayin muhim. Unda ichki dunyo degan zot nima? Ichki dunyo nimani ko'rsatadi? Tashqi dunyochi. Ichki dunyo deganimiz dal bizning ko'z qarashimizni bildirdi. Nimaga bo'lgan ko'z qarashimiz? Birisi biz ko'rib turayotgan tashqi dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz. O'xshash bir shaharda yashayotgan yoki o'xshash bir davlatda yashayotgan odamlar o'zi yashayotgan shahar yoki o'zi yashayotgan davlat yoki o'zi yashayotgan dunyoga har xil ko'z qarash bo'ldi. Ya'ni tashqi dunyoga bo'lgan ko'z qarash. Ikkinchisi bo'lsa boshqalarga bo'lgan ko'z qarash. Odamlar kishilar nima deb o'ylaydi? Ba'zidamlar odamlar razil deb o'ylaydi. Ba'zidamlar odamlarni yaxshi deb o'ylaydi. Ba'zidamlar yaxshi odam va yomon odam bor deydi. Ba'zidamlar hamma odamning asli moyit oq ko'ngil deydi. Ba'zidamlar hamma odam shaxsiyat deydi. Demak, bizning kishilarga bo'lgan ko'z qarashimiz. Uchinchisi eng muhimi o'ziga bo'lgan ko'z qarash. Odam o'zini zot nima deb o'ylaydi? U dunyoda ham narsga men arziyman deb o'ylamdi. Yoki men hech nimaga arzimayman deb o'ylamdi. Yoki men xato tug'ilib qolgan deb o'ylamdi. Yoki men tug'ilmasligim kerakdi deb o'ylamdi. Yoki men hammani qila olmayman deb o'ylamdi. Yoki men hammani qila olmayman deb o'ylamdi. Onun boshqa ichki dunyo yanimni ko'rsatdi deganda sizlarning xushalliqqa bo'lgan, baxtga bo'lgan ko'z qarashinglar, muhabbatga bo'lgan ko'z qarashinglar, pulga bo'lgan ko'z qarashinglar. Demak, mush ko'z qarashlarning hammasi ongsiz holda odamning nimasini keltirib chiqardi bo'lsa, tashqi realligini. Ya'ni biz buni tashqi dunyo deymiz. Tashqi reallik deymiz, tashqi dunyoni ko'rsatdi. Men nurg'un odamlarni ko'rdim. Ular garchi pul tepish uchun tirishayotgan bo'lsa-mu, ammo ichki dunyosida pulni nachar deb o'ylaydi. Ya'ni pulni ko'z qilmaydi. Unda esa bir pulni ko'z ilmagan odam kelib aytganda, pulni ko'z qilmaydi. Agar siz pulga hurmat bildirgan vaqtingizda pulmi sizga hurmat bildirdi. Nurg'un odamlarda buni bo'lgan ko'z qarash xato bo'lib qolgan. Demak, ichki dunyo degan nima esa, men bayatın degan narsalarga bo'lgan ko'z qarash. Tashqi dunyochi bo'lsa, o'zining shu tashqi reallik. Shunga birinchi o'ylab bizni nima o'zgartirmizsa, ichki dunyo. Mana psixologiyadan iborat bu fan dal bizning ichki dunyosimiz, ya'ni bizning nurg'un masalaga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirdi. Shu birli o'zgargan vaqtda tashqi reallikda o'zgarish bo'ldi. Ammo bir narsa cho'qim sizlarning yodingizda bo'lishi kerakki, dunyo o'zgarib turdi. Inson o'zgarmasmi, dunyo o'zgarib turdi. Butun jonliq hayotlikning ichida faqat insonlarla o'zgarishga moslashmaydi. Bundaq tezratda yashayotgan bir o'zgarishchi turayotgan bir dunyoda biz ba'zida nimish o'zgarishni his qila olmaymiz, chunki o'zgarish intayin osti bo'ladi. Ham biz o'zgarish ishi tug'anligimiz uchun o'zgarishning bo'layotganligini his qila olmaymiz va o'zgarmaydi deb o'ylaymiz. Hatto tog'lar o'zgaradi. Tog'larmi kunda shamol yoki yomg'irning ta'sirida o'zgardi. Biroq bu o'zgarish intayin kichik bo'ldi. Sizning o'yingizning oldiki daraxtmi o'zgarib turdi. Ammo bu daraxtning o'zgarishi kichik bo'lganligi uchun siz buni his qila olmaysiz. Olimlar bunday bir tajriba qilgan. Bir ko'lda o'zib ketib qolgan paqini shu ko'lning suvi bilan elib, shu ko'lning suyini ishlatgan va bu paqini bir qozonga solgan. Bu paqa aslidagi ko'lning suyida yashaganlik uchun ham bu suv qozonda bo'lganlik uchun paqa hech qanday o'zgarish his qila olmagan. Olimlar bu qozonning ostiga asta holda o't qo'ygan. O't bilan isitgan demakda. Bu isitish jarayonida bu yerdagi issiqlik intayin kichik bo'lganlik uchun paqa buni tuyolmagan. Ammo isib 60 gradusga kelganda paqa tuyqisi ulab qolgan. Toki paqa ulab qolguncha suvning issiqligining o'zgarayotganligini his qilolmagan. Demak, jamiyatda nurg'un odamlar mana shunday bir traditsiyaga
duch kelmoqda. Nima esa o'zgarishni asla buni his qilolmaydi. Ammo his qilolmay o'zgarish to'shab ma'lum holatga borganda uning hayot kechish iqtidori butunlay yo'qaydi. Nimishqa deganda uning burun bilgan, burun o'rgangan yoki burun keltirib olgan yoki burun juqumlantirib olgan yoki burun miros qolgan ba'zi ko'z qarashlari o'zgarib ma'lum bir darajaga kelganda butunlay palach holatga qoldigan ahvollar shakllanadi. Ammo buni nurg'un vaqt odamlar hargizmi yana ichki dunyosidan ko'rmaydi. Yana nimadan ko'rdi desa, tashqi reallikdan ko'rdi. Chunki har qanday odam o'zining xatolar qilishdan qo'rqadi. Yani ko'pincha vaqtlarda sirtqi omildan banoz degan ahvollar shakllanadi. Inglizlarda seni bu yerga kelgan narsa mayaga apranmaydi deydigan bir maqol tamsil va ya'ni seni ma nuqtaga aparagan narsa mayaga apranmaydi deydigan. Bu nima deganga gap desa, bizning o'rgangan bilimlarimiz yoki bizning dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz, odamlarga bo'lgan ko'z qarashimiz, hayotga bo'lgan ko'z qarashlarimiz bizni mush holatga ekilarligan bilan bizni bu holatdan yan bir holatga ekilashni atan. Yoki bizning ota-bobolarimizga yoki ota-onalarimizga hayot kechirish uchun yoki taraqqiy qilish uchun yordam qila olgan ba'zi ko'z qarashlar bundan keyin yosh o'smirlarga, yoshlarga ning yana bir nuqtaga halqishiga balkim hech qanday foyda yetkazolmas mumkin. Hatto to'sqinlik paydo qilishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda nurg'un ota-onalarning burun o'ziga foyda qilgan nurg'un ko'z qarashlarini yana bolalarga singdirishi vaqt kelganda bolalarning olg'a ilgarilishini to'sab qo'yishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda burun to'g'ri bo'lgan, vaqtliq to'g'ri bo'lgan ichki dunyo o'zgarish tufayli hamda to'g'rilab ketishni ataydi. Shunga bir o'zgarish holati turib atgan har qanday bir jamiyatda, har qanday bir xalq cho'qim o'zining bilgan narsalarni, o'zining ko'z qarashlarini yengilab buningga moslashib bermasa, uning burunqi bu o'rgangan narsalari keyin bu o'zgarish shalinib ketadi yoki uning olg'a besishini to'saq qo'ydi. Burun bir odam bor ekan, bu daryoning matirpida yashar ekanda, quruqliqning matirpida. To'g'risi bu quruqliqda toza ofatlar yuz berib, buning yashashi toza ta'sir to'xtab qoldi. Shuning bilan bu bir qo'lvoq yasab, daryoning otirpiga o'tib, otirpda yashamoqchi bo'ldi. Bu qo'lvoqni yasabdi. Qo'lvoqni yasagandan keyin daryoning otirpiga o'tibdi. Ammo bu daryoning otirpiga o'tib bo'lgandan keyin qo'lvoqni tashlab etmabdi. Qo'lvoqni mo'risiga otib olibdi. O nasıl o'ylab bakanlar. Bu qo'lvoq daryodan o'tish jarayonida uningga foyda qildi. Uni daryoda o'tkazdi. Biroq daryodan o'tib bo'lgandan keyinmi bu odamning qo'lvoqni yutib olishi yoki qo'lvoqni o'zidan ep yurishi nimdan darak ko'rdi bo'lsa, bu qo'lvoq hamda uning quruqliqda yashiga ig'ir yuk bo'ldi dengan. Hatto uning to'liq taraqqiy qilishiga to'sqinlik qildi deganlik. Bu haqiqat bizga nima tushuntirib atadi desa, bu haqiqat bizga shuni tushuntirib atadiki, bizni daryodan o'tkazgan qo'lvoqni biz tashlab etmay, ya'ni quruqlik chiqqandan keyin boshqa asboblar orqali hayot kechirmay, yana shu qo'lvoqni so'rib olishimizning o'zi bizning taraqqiyotimiz to'sqinlik qildi deganlik. Shu sababli bizning ichki dunyosimizni, ya'ni masalalarga, ishlarga, dunyoga, odamlarga, o'zimizga bo'lgan ba'zi xato ko'z qarashlarimiz yoki burun to'g'ri bo'lib, endi moslashmagan ko'z qarashlarimizni o'zgartmasak, bizning tashqi dunyosimizda o'zgarish bo'lmay qolmasdan balki chekinish bo'ldi. Undaq bo'lsa ko'z qarash haqiqatan da shundoq muhimmi? Albatta ko'z qarash intayin muhim. Unda stvenlik formulaga qilinglar. T bu ko'z qarash tushuntirdi. F bu hissiyotni tushuntirdi. A harakat tushuntirdi. H bu odatni shakllantirdi. Taqdir. Bu nima degan gap? Har qanday bir hissiyotning haqida cho'qim mush hissiyotni keltirib chiqarayotgan o'y bo'ladi. Masalan, men yaxshi ko'rmaydigan bir odam men kulimsirgan bo'lsa, kulimsirda men yaxshi ko'rmayman-da, uning bo'lgan ko'z qarashim yaxshi emas. Ya'ni men uni yaxshi ko'rmaganligim uchun uni eski deb bilaman.
Men nim deb tarjim qilaman deganda bu men zangli qilyapti deb o'ylayman. Bu zangli qilyapti deb o'ylagan narsa menda uning nisbatan o'chmanlikni paydo qildi. Bu o'chmanlik bir bo'lsa uning qattiq tegish, baqirash, achchiqlash yoki bo'lmasa uningdan jiroq turishni keltirib chiqardi. Demak, har qatim uni ko'rgan vaqtda men mushkil inkas bildirman yoki uningdan jiroqlayman yoki bo'lmasa uningga achchiqlayman. Demak, bu bir uning bilan kurashgan vaqtimdagi odatni shakllantirdi. Bu odat bo'lsa, dal mening uning bilan bo'lgan keyingi tashqi dunyo munosabatimni, balki men uning bilan mangu kurashmasam mumkin. Demak, har qanday bir hissiyotning oqida nim shakllandi desa, ko'z qarash shakllandi. Pul, masalan, pul bo'lgan ko'z qarashim. Pul nachar narsa deb o'ylagan bo'lsam, har qatim pulni ko'rgan vaqtimda, yoki pulni tutgan vaqtimda, yoki pul to'g'riliq paranglashganda men beyaramchilik paydo. Bu beyaramchilik mendan tabiiylam ya puldan jiroqlashishni keltirib chiqardi. Bu mening pul odatimni keltirib chiqardi. Bu mening eng oxirida pul taqdirimni keltirib chiqardi. Nika yoki bir erning bir ayolga bo'lgan ko'z qarash. Uning ko'z qarashida ayollar yaxshi yoki ayollar nachar deb olgan bo'lsa, yoki yaxshi deb olgan bo'lsa, u to'y qilish jarayonida ayoli bo'lgan ko'z qarash yaxshi bo'lganlik uchun hissiyot yaxshi bo'ldi. Harakati uchun yaxshi bo'ldi. Odati uchun yaxshi bo'ldi. O chaqda eng oxir taqdir. Shunga bizning har qanday narsa bo'lgan ko'z qarashimiz bu intayin muhim. Dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz uchun. Dunyo razil deb tushunib oldik Alloh. Undan so'ng dunyo razil degan vaqtda buni bu ko'z qarash nimani keltirib chiqardi bo'lsa, dal dunyodagi razillikni izlash bilan. Chunki u dunyo razil deganlik uchun u chuqum razillikni izlash orqali o'zining aslidagi bo'lgan ko'z qarashini isbotlabmadi. Buning nisbatan uning dunyoda yashagan vaqtda qo'rqinish ichida yashaydi. Ansizlik ichida yashaydi. Harakatim shunga o'xshaydi va odatmi shunga shakllandi, eng oxirida dunyo bo'lgan taqdir. Agar dunyoni go'zal deb o'ylasa, u dunyodan chuqur go'zallikni izlaydi. Uning razillik ko'rinmaydi. Unda esa u dunyoga bo'lgan hissiyoti, harakati, eng oxir odati, eng oxirida taqdir. Shuna bu formula intayin eson tutsin. Bir odamning ma'lum narsaga ko'z qarash eng oxir nima keltirib chiqardi bo'lsa, taqdirni keltirib chiqardi. Unda biz kichkina bir sinaq ishlaylik. Ekran qaraysizlar hozir, ha? Ekranda ma'lum bir rasm chiqadi. Endi buning sal qiyinlik darajasi yuqori. Nima ish qilsa, qiyinlik darajasi nada deganda, men faqat sizlarga 5 sekund vaqt beraman. Sizlar mush ekrandagi qanchatal qog'a, qora qog'a bormi? Qog'ining borligini sanab birsizlar. Unda olsa berish kuchdayma boshlandi. 5 sekund bo'lganda to'xtaymiz, ha? 1 2 3 qaranglar. Demak, sizlar rasmni ko'rdinglar. Unda men sizdan savol so'rayman. Mushu rasmda qanchatal qog'i bor? Ba'zan 12 deyishim mumkin, ba'zan 11 deyishim mumkin, ba'zan 14 deyishim mumkin. Ammo mening so'raydigan savolim, muhim savolim bu emas. Mening sizdan so'raydigan savolim, mush rasmda qo'lvaq bor, qo'lvaqda bir necha kichik do'st bor, kichik saboqdosh. Qanchatal bola bor? Hem nurg'un gullar bor, oqida. Qanchatal gul bor? Qaysi gul qanday rangli? Sizlar qizil gulni ko'ra oldinglarmi? Yo'q. Balkim nurg'uninglar anqiramagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa nada qo'lvaq bor, nada bola bor, yoki nada gul bor deyish mumkin. Chunki men sizdan so'rgan vaqtda qanchatal qog'i bor deb savol qo'yganligim uchun sizning miyangizda qog'izdash bo'ldi. Garchi qog'ining atrofida gullar, bolalar, suv, manzara bo'lsa, buni sizlar ko'rolmaysizlar. Chunki sizlar bu rasmda nimani izlamoqchisiz? Qog'ini izlamoqchi. Biz dunyoda nimani izlamoqchi bo'lsak, shu narsa ko'rindi, qolgan narsalar ko'rinmaydi. Demak, butun dunyo qog'i bilan to'lgan degan odamga bu rasmni ko'rsatsak, uningda boshqa manzillarni ko'rinmaydi. Nika bir xil baxtsizlik deb o'ylab olgan har qanday ayolda u faqat baxtsizlikni ko'rdi, u faqat qog'ini ko'rdi. U atrofida nurg'un narsalarni ko'rolmaydi. Pul topmoq qiyin deb o'ylagan odam cho'qim pul tepishni qiyinlashtirgan. Demak, ko'z qarash mana shundoq muhim bo'ladi. Ko'z qarashni o'zgarish uningdan muhim bo'ldi. Albatta ko'z qarashlarni o'zgartmak unchalar o'ng'ay bo'lmaydi. Ammo mumkin emasmi bo'lmaydi. Albatta bu mush darsimizdan asosiy nuqta hisoblanadi.
Endi nurg'un ota-onalar bilib bilmay, mayli bir-birisi bilan bo'lgan paranglarda bo'lsin, yoki bo'lmasa ongsiz oldi bo'lsin, yoki bo'lmasa ballarga tushundirish jarayonida bo'lsin, dunyoni har xil tushundirib qo'ydi. Masalan, ballarga balam hozirgi odamlar hammasi samimiysiz, yoki bo'lmasa jon boqmoq tas, yoki bo'lmasa diqqat qil odam ishengil olmaydi degandek gaplar orqali kichik vaqtida bularning har xil narsalarga ichki dunyosini shakllantirib qo'ydi. Unda o'z bir ota-ona hozirgi odamlar bek rezilishib ketdi yoki samimiyetsiz bo'lib ketdi deb tushundirgan bo'lsa, buni bu bola internalize deganimiz o'zlashtirdi degan gap. Odamlar ishonchsiz dedi. Unda bu bola qanday qildi degan vaqtda bu bola darhol buning kishilarga bo'lgan ko'z qarashi xuddi boyatdan qog'iniz degandek ashundoq odamlarni izlash orqali dadisini uning singdirgan ko'z qarashini isbotlaydi. Yoki buni harakatdan tushuntirib qo'ydi. Masalan, doim ayolni urdigan ko'rgan qizchaq nim deb bir xil holi shaklda, chunki dadisi uning bir qizning hayotidagi tunji erda u, tunji qahramonda. Bu qiz dunyodagi erlarga bo'lgan ko'z qarashini avval dadisidan ko'rdigan gap. Demak, dadisi bu qizning opasini doim xo'rlasa, yoki doim tilasa, doim ursa, bu qizning erlarga bo'lgan ko'z qarashi nima bo'ldi desa, dunyodagi erlarning hammasi shundoq degan narsa shakllandi. Garchi keyin har xil erlarning bog'liqi hamma erlarning unchalar nachar emasligini ko'rib tursa-mu, ammo kichik vaqt shakllanib qolgan bu eriq nimani keltirib chiqardi desa, bu qizning dunyodagi erlarning hammasining eskiganligini tushundirdi. Shu bu qiz eng oxiri to'y qilgandimi yoki muhabbatlashgandimi, ko'pincha vaqtlarda, mutlaq emas, ko'pincha vaqtlarda dal dazga o'xshaydigan odamlarni tepish orqali tep to'y qilib qilish ehtimollik intayin chuqur. Nimishqa deganda uning ko'z qarashida qog'i bor. Uning ko'z qarashida dunyodagi erlar nachar degan holat shakllanib qoldi. Uningdan boshqa bizning jamiyatimizda hozir intayin xato bir ko'z qarash bor. Mayli ota-onalar bo'lsin, mayli jamiyat kishilar bo'lsin, xizmat topmoq tas deydi. Bu yerdagi xizmat degani bizning ota-onamizning kallasidagi xizmat endi. Ularning kallasidagi xizmat bilan bugun dunyodagi xizmat o'xshamaydi. Dunyoda xizmatning kam bo'lish mumkin emas. Bir odamning har qanday bir ishini biz xizmat deymiz. Ammo ota-onalarning ko'z qarashi xizmat dal ularning ayni vaqtda jon boqqan yoki ularning ayni vaqtda hayot qilish uchun muhim bo'lgan bir xil xizmat shaklini o'ylab oladi. U xil xizmat bu dunyoda yo'q, hozirgi holatda ham bo'lmasi kerak. Nimish qilsa, u xil holatdagi xizmat yana bugungi zamonda bo'lsa, bizning davlatimiz taraqqiylanmaydi. Shu ularning ko'z qarashida burungi xizmat bo'lmaganligi uchun ular nim deydi desa, hozir xizmat yo'q deb o'ylaydi. Unda bu bizning yoshlarimiz sinib ketdi, bolalar. Kichiklar sinib ketgach, xizmat yo'q deganlik uchun bu holat nimani keltirib chiqardi desa, nurg'un bolalar rostda xizmat yo'qligini isbotlaydi. Hatto ba'zi xizmatlar bo'lsa-mu, uni xizmat deb o'ylamay bu xizmatni qilmaslik orqali yoki bu xizmat qilinmaslik orqali jamiyatning bolalar singdirgan xizmat yo'q degan bu xil ko'z qarashini isbotlaydi. Shunga ko'z qarashni biz intayin muhim deb qaraymiz. Men hozir nurg'un radiolarda maslahat berish jarayonida bo'lsin yoki leksiyalarimda bo'lsin yoki yuz turani kurash jarayonida bir holatni, ya'ni ota-onalar hozir bir krizis petib qoldi. Ya'ni nim tarbiyalash, bola tarbiyalash krizis petib qoldi. O'qituvchilar bo'lsa, bularni texmi krizis petib qoldi. Chunki mayli ota-ona bo'lsin, mayli o'qituvchi bo'lsin, bularning burungi bolalarni tarbiyalashda, yetaklashda ishlatadigan nurg'ulg'an metodlari yoki bo'lmasa nurg'un ko'z qarashlari hozir puttaslab turolmaydi. Nimish puttaslab turolmaydi? Ularning xatomi? Yo'q, to'g'ri. Asli ota-onasining ularni tarbiyalagan vaqt ishlatgan metodlari to'g'ri chiqqan. Chunki u shu davrga moslashdi. Ama o'zgarish jarayoni bo'lsa, bu to'g'ri. Ammo o'zgarish jarayonida bu xatolab qoldi. Xuddi qo'lboq deryoda to'g'ri. Ammo quruqlik so'rib olganda qo'lboq xatolab qolgandek bir to'g'ri narsa o'zgarish jarayonida makon zamon moslashmaganlik uchun xato bo'lib qoldi.
Chunki quruqliqda qo'lboq ham ishlamaydi. Nimishqa bugungi dunyoda, bugungi zamonda yashayotgan bizning yoshlarimiz, o'smirlarimiz qanday muhit yashayapti degan vaqtda uchur intayin ko'p, media intayin taraqqiy qilgan, xabarlash vositalari intayin tiz holat yashayapti. Ya'ni dunyoning atrofida qanday xabar bo'lsa, qanday yangilik bo'lsa, bizning mail undidar bo'lsin, mail televizor bo'lsin, mail radio bo'lsin, mail internet bo'lsin, tizla bolalar ko'p bo'ldi. Bugungi davrdagi bolalarning bildigan narsa ota-onalardan ko'p bo'lyapti. Bir tantarbiya o'qituvchisi bir to'p bolalarni bir mashq qildirib etib, vatqanda bir bola yiqilib chiqdi-da. Shuna yiqilib tushib, tizini qon topibdi bu, suribdi. Shuna bu tantarbiya o'qituvchisi bu bolaga yig'lama, o'g'an bol deganmi, yig'lamdi. Yig'lamaysan-ku, o'g'an bol o'g'andi ekan degan. Bu bal nim deb javob beribdi desa, men yig'lamayman, sizni azi qilaman degidek. Demak, mayadagi masal nima tushuntiryapti desa, burun maktablarda biroz yiqilib tushsa, yig'lab ketdi. Shunga o'qituvchi buni yig'lama deb uning ro'yi madad berdi. O'g'an bol degan yig'lamdi. Ammo bugungi davrdagi bolalar yig'lash emas. Bularning ko'z qarashida meni yiqilib tushimni muallim keltirib chiqadi. Shu men yig'lamayman, sizni azi qilaman deyotgan. Demak, mo'sha bir qiziqarli yumordan biz nimani tushuna olamiz desa, biz ota-onalarimiz yashagan dunyodagi kichik bolalar bilan bugungi davrdagi kichiklar o'rtasida intayin cho'ng bir farq bor. Endi hozir ota-onalar bolalarni tarbiyalashdi, nima ishlayotdi deganda 3 xil metod ishlayotdi-da. Birisi qaqshash. Qaqshash orqali, jili bulash orqali, o'zini kontrolni yo'qotish orqali bolalar qaqshab tarbiyalash deymiz. Ikkinchisi desa, qattiq tutib vaqirab bolalarni yaxshi bola, ya'ni gap anglaydigan bola qilishni ular yaxshi farzand tarbiyalash deb o'ylaydi. Uchinchisi esa ba'zi ota-onalar butunlay echib etib, ya'ni shartsiz muhabbat orqali mayli xatolik qilsin, mayli to'g'rini qilsin, balasi hamma narsani ta'minlab berish orqali, ya'ni o'zining muhabbatini kontrol qilmagan holda cheksiz muhabbat bilan tarbiyalaydi. Qaqshash, chin tutib yaxshi bola qilish, gap anglaydigan bola. Uchinchisi shartsiz muhabbat. Emniyet bu üçlüyse mağlup oldu. Neymişqa? Qaqshash. Qaqshashning ikki kemchilik var. Birinchidan siz bolangiz to'g'risida biz keyingi darslarda tafsiliy so'zlaymiz. Siz qaqshagan vaqtda chuqum siz bolangizning kemchiligiga diqqat qilasiz. Ya'ni rasmda qog'oz deysiz. Garchi sizning maqsadingiz yaxshi, niyatingiz yaxshi, bolangizning kemchiligini yo'q qilib etmoqchi. Ammo bu yaxshi niyatingiz nachar natija keltirib chiqadi. Ya'ni ma'lum odamning kemchiligi mayli bola bo'lsin, mayli yo'lchi bo'lsin, buning kemchiligidan qaqshash shu kemchilikni jiqaytiradi. Bu birinchi mag'lub bo'lgan nuqta. Ikkinchi qaqshashning yana bir xil ojizlik nima degan vaqtda siz qaqshagan vaqtda bolangizni shartlab qo'ysiz. Shartlab qo'yish degan nima esa, bola faqat ota-ona qaqshaganda yoki ota-ona qaragan vaqtda, ota-ona kuzatgan vaqtda yaxshi bola bo'lib oldigan, agar shunday qaqshamasa, hech chiqmaydigan turib oladi. Qashang'lashadi demdi. Bir kun o'qituvchi bir boladan so'rabdi, "Sen bugun nima ish topshiriq ishlading?" desa, bu bola bu topshiriq ishmas ekan, mendek masala emas. Bu opamning xatoligi. Va bu opangning qanday xatoligi desa, chunki opam tungan, men qaqshamagan-da deb javob berdi. Demak, bu bola faqat bu yerdagi topshiriq ishlashi qandaqdir o'zining xushalligini tepish uchun emas, balki nima esa, opasining qaqishdan kelib qilayotgan. Shu nurg'un bolalarning darsni o'rganishga qo'shaqmaslik nimani nerdan kelib chiqqansa, bunimi bilib bilmay ota-onalar qaqshash orqali shakllantirib qo'ygan bir xil shartlash. Biz Dorsey effektini tushunib o'taylik. Dorsey effekti degan bir xil holat bor, Dorsey effekti. Bu qanday holat deganda, bu bir hikoyadan kelgan. Burun bir buvay bor ekan, bu buvay
tushdi uxlab olsa, 3 bola bu buvayning uyining sirtiga aqlaysandiqni tip o'ynabdi-da. Shular buvayning uyqusi buzilib ketib, chiqib bolalarga qaqshmabdi, biroq mundaq debdi. Bolalar, mush aqlaychilikni tepishinglar bek yaxshi bo'ldi. Mush ovozlar qulqim shundoq yiqavatidi. Shu men bir xil ta'sirlandim sizdan. Shu men sizlarga kunda 5 qo'y beraman. Mushun tip berganligim uchun bu balla degan osmondan oltin chiqqan xo'shlab ketdi. Ham tip o'ynaydi. Ham 5 qo'yni oldi-da, shunlar texma hayajon ichida tipdi. Tushdi bu yana kelibdi. Buvoy chiqibdi. Ballalarim, bugun sal qulab qoldi, bugun 2 qo'y berib turay. Degan ballaning sal ochiq kelibdi. Chunki bu 5 qo'y berdiga odam 2 qo'y ulab qoldi deb. Bopdi hamda 2 qo'y bo'lsin pulga debdi. Burunqidek qizg'in emas. Chilek, aqlaysandiqni tepish. 3-kuni kelibdi hamda. 3-kuni kelgandan keyin buvoy yana chiqibdi. Ballalarim, bugun qo'lam bekli qisqa, bugun bakaliq bir chilekni tip beranglar. Degan keyin bu balla shuni bilan biz nima deb bakaliq deb ekanmiz? Tepmaymiz deblar chilek tepishdan voz kechib ketib qoldi. Demak, bu buvayning bu ishlatgan usul nima tushuntiryapti desa, avval balla chilekni xushallik uchun tepganda. Ammo keyinchi bo'lsa pul uchun tepishga boshladi. Shular pul ozishga boshlaganda bularning chilekni tepish muddasini tuvalladi, eng oxir tepmadi degan. Demak, ba'zi vaqtlarda asli o'rganish qilish, tirishish bir xushallik aylangan vaqtda odamni hech qanday bir xilliqqa japoyish qildiga sho'nmaydi. Ammo tirishish qandaqdir bir muttaga bog'lanib qolsa, ya'ni ota-onasining qoqishdan qechishga aylanib qolsa, yoki bo'lmasa ota-onasining tillishidan qechishga aylanib qolsa, yoki ota-onasi pul yurish orqali buni qilgan bo'lsa, bu xil mutta bilan shakllangan har qanday o'rganish qilish usuli yoki tirish usuli mag'lub bo'lgan. Mana bu qaqshashning nimasi deganda yetersizlik. Ikkinchi xil bal tarbiyalash usuli degan vaqtda gap anglaydigan bal tarbiyalash, ya'ni chin tutish orqali doim gap anglaydigan bal tarbiyalash. Bu xil tarbiyalashning ojizlik nima degan vaqtda birinchisi ballarda mukammal shunaqlik keltirib chiqardi. Ya'ni mag'lub bo'lib ketishdan ziyod qo'rqish. Chunki kichik vaqtida xatolik sodir qilib doim ota-onasining til ahonatiga duch bo'lgan bolalarda cho'ng bo'lgandan keyin xatolik o'tkazishdan qo'rqadi. Xatolik o'tkazishdan qo'rqishning o'zi bilan nima keltirib chiqardi desa, haddan ziyoda jiddiylikni keltirib chiqardi. Ondan bu xil tarbiyalashning ham bir xil ojizlik nima degan vaqtda qutublashgan psixikani keltirib chiqardi. Qutublashgan psixik nimasi bir tarafdan tarbiyalanib qolgan. Ya'ni ota-onasi nurg'un bolalarga mundaq qilma yoki undaq qilma, mush to'g'ri deb bilan ma'lum bir xil usulni o'tib qo'yganlik uchun keyin bolalar bu usuldan qutlanmaydigan bir ahvolga kelib chiqadi. Masalan, deyli bir bolaga biz doim sekrep o'ynama yoki yugurib kiyimingni mehnat qilma desak, bu balada yugurishning yoki sekrep o'ynashning yoki kiyim o'ynashning xato deb o'ylagan vaqtda keyin bu balada tabiiy nim bo'ladi desa, mushu xatoni ya'ni yugurib yoki kiyimni to'p qilish orqaliqmi ufq qozonadigan ba'zi sohalarda balki ufq qozonolmas mumkin. Masalan, doimliq o'yinlik gap qilma, vaqir savunmaydi, yig'il savunmaydi deb o'rgatgan balani ma'lum bir kun bir bal o'g'risi tutib olgan bo'lsa, bu balning kallasida men vaqirsam bo'lmaydi degan ko'z qarash tufayli balkim vaqir yanmas mumkin. Demak, bu xilliq chin tutish shaklida tarbiyalangan bolalarda nima shakllansa, qutublashgan bir xil psixik shakllanadi. Ota-onalar bilib bilmay nemishqa gap anglaydigan bolaga desa, chunki bolalar gap anglagan vaqtda bularning birsi biz aram topimiz deb o'ylaydi. Ya'ni bunday aytgan vaqtda o'zining avorchiligidan qo'rqib ba'zida bolalarni cho'nglar xos psixikada turishni yaxshi ko'rdi. Bu to'g'riliq biz keyin tafsiliy so'zlaymiz. Qutublashgan psixika. Bolalar kasalliklar doktori John R. Foxning mundaq bir gapi bor. Nurg'un cho'nglar bolani cho'ng odamdek bo'lishni umid qildi. Chunki ularning bolalari cho'ng odamdek uyda qolib qolmasa, o'zi talada kichik bolalardek o'ynay oladi,
deb mundaq bir kod naql keltirgan. Şu nurgun ata-analarning amaliyotda yavaş bala ya gep anglaydigan bal tarbiyalashi tip yildizi elib etganda o'ziga texmo erkin bir bo'shliq berish nishonlagan bo'lib, bu xil tarbiya ostida cho'ng bo'lgan balalarda qarisi yaxshi baldek tug'an bilan eng oxirida bek cho'ng ishlarni o'zi chiqarolmaydigan yoki doimlam ata-onasining uning o'rgatgan to'g'ri xatosiga osilib olib, keyingi hayot kechirish jarayonida ba'zi zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanmaslikdagi holatni shakllantirdi. Uchinchi xil bal tarbiyalash desa, cheksiz muhabbat bilan. Ammo hozirgi nurg'un yosh ota-onalar o'zining kichik vaqtida nurg'un jafoni chekkanlik uchun balamamda nurg'un vaqtlarda men ko'rganni ko'rmasin deb ularga bo'lgan muhabbatini ularning har qanday nimsini tayyor qilib berish orqali haddan ziyoda kuyinish orqali ifodalaydi. Yani har qanday bir o'g'il kichik bolaning uyanchiqqa qarasak, u dal dadisi burun alanmagan o'yinchiqlar dal shu bolasiga paga o'yinchiq chiqib qoldi. Ham bu xil shartsiz muhabbatning nurg'un kemchiligi bor. Chunki bolalarga shartsiz muhabbat berganda, ularni bek quchoqlab etgan, bek atib olib etganda, birinchidan bu bola cho'ng bo'lgan vaqtda hamma odam meni yaxshi ko'rish kerak deb o'ylab oladi. Mana bu qizlarda yuz beradigan kul qiz keslik deymiz. Cinderella kompleks. Kul qiz kesildi degan nimasi kichik vaqtda bek aytib cho'ng bo'lgan qizlar doimilik cho'ng bo'lganda hamma odamning uningga voy deyishini, hamma odamning ota-onasiga o'xshab uning hamma narsani tayyor qilib berishni umid qildi. Agar jamiyat chiqqandan keyin mayli xizmatdoshlar yoki saboqdoshlar yoki bo'lmasa jo'risi uningga ota-onasidek kuyinmagan vaqtda u o'zini intayin baxtsiz o'ylab oldi. Mana bu hozir eng ko'p uchrayotgan kul qiz kesligi hisoblanadi. Undaq bolalarda asli kelish iqtidori bo'lmaydi. Çünkü asli kelish iqtidori deganimiz ma'lum bir o'ng'ishsizlikdan keyin darhol asli kelish iqtidorimi tuvallab ketgan. Bir qiz o'smir yan bir do'stlik debdi. Men shunda ansirayapman. Dadam hozir kech kunduz ishlaydi, pul topadi. Mening hamma narsalarimni tayyor qilib berdi. Nim desam shuni olib berdi. Opam mening kiyimlarimni yuvib berdi, tomoqlarimni tayyor qilib berdi. Mening qilish tegishli hamma ishlarimni opam qilib berdi debdi. Shundan bu qizdan do'st so'rabdi-da, unda o'z nimdan ansiraysa desa, ular bir kuni qechib ketamiki deb ansirayman deb javob berdi. Demak, bu xil bolalarning asli o'zi qila oladigan ishlarni ota-onasining qilib berishi nimani keltirib chiqardi bo'lsa, bolalarning shu ishlarni qila oladigan iqtidorini o'ttirdi. Agar siz balangizga bir tal o'yini ishlab o'ynab bergan bo'lsangiz o'g'lingizga, bu tip yildizdan sizning balangizga bo'lgan muhabbatni ifodalash shakli bo'lgan bo'lsa, tip yildiz elib etganda bu balangizning 2 tal yoki 3 tal o'yilish iqtidorini yo'q qilib etganlik bo'ldi. Chunki siz uning bir o'yini so'qigan vaqtda u o'yilish iqtidorini taraqqiy qildirmaydi. Bunda aytgan vaqtda bolalarning hamma narsani tayyor qilib berish nimani keltirib chiqardiysa, ularning asli bo'ldigan, saqlangan, asli taraqqiy qildiysa, joriy qildira oladigan yushun iqtidorlarini yo'q qilib. Bir ota-ona doktorning beribdi. Balam hozir 2 kirdi, bir meg'iz gap qilmadi degan ekan. Bu doktor balani tekshirsa hammanimiz normal. Şulan 2,5 kirgichimi gap qilmabdi. Yan doktorni berib, doktor bu gap qilmadi desa, tekshirsa yan normal. Gap qilib qoldi, sabr qiling deb. 3 kirgandim gap qilmabdi. Bular shundaq andish qildi. Ammo bu bola 4 kirgan vaqtda bir kuni tamoq ustilda bu bola tuyuqsizlar ma lag'menning tuz tetib ketibdi degan gapni qildi. Shular o'ydikilarni ham seyran qilib bunga. Sen bu burun nimish gap qilmaganting bolam desa, burun hamishlar joyi to'sa degan gapni qildi. Demak, bu bolaning asli bir gap qilish iqtidori bor. Biroq bu bolaning gap qilish sababi yo'q. Asli odam qanday vaqt va til qanday barliq kelgansa, odam bir zuriyat kuchirganda, ma'lum amal bo'lmagan vaqtda onunkin gap qildi.
Hatta olimlarning isbotlashicha asli gap qilinmaydi degan, masalan, gachi bo'lib qolganlardimi, o'lim xavfi kelib qolganda qutqizinglar degan tovushga o'xshash bir tovushni chiqarganlik isbotlangan. Demak, bolalarning hamma narsa tayyor bo'lganda, bularning shu hamma narsani elish iqtidori yo'qolib ketdi. Sizlar bolalarla o'ynab boqqan vaqtda ular o'yinchiq bersanglar, bir ish kunda zerikadi. Ammo ular bilan birga o'ynab, ma'lum bir ishni qilishiga yordam bersanglar, ma'lum bir ishni masalan burun atlayolmagan yerdan atlagan bo'lsa, yoki sapaliq yamash olgan bo'lsa, chiqib o'zining iqtidorini oz-to'la joriy qildira olsa, bu bolalarni qanday bo'ldi desa, bir xil xushallik holi shekil. Demak, qumni xuddi qo'yib etsekmi, uchib ketgandek, besib etsekmi, uchib ketgandek, bu xil cheksiz muhabbatmi bolani tarbiyalashda mag'lub bo'ladi, yoki bu xil haddan ziyoda yaxshi bola qilaman deb ching tutishmi, o'xshashli bolani nima qildi desa, mag'lub bo'ldi, qutblashgan psixik. Bu xil cheksiz muhabbat berish, ya'ni shartsiz muhabbat berish, bolasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ana, dada uning uchun qurbonlik berish. Eng oxirida eng xatarlik bir asını keltirib chiqardi. Nima aytsa, nurg'un ota-onalar mushundaq kuyinish orqali keyin bolalarning uni yaxshi ko'rishini umid qiladi yoki yaxshi ko'rdi deb faraz qildi. Amliyat dal aksi. Chunki ota-onalar bolalarga cheksiz muhabbet ato qilgan vaqtda, bu xil shartsiz muhabbatni qarg'ulacha oshirmoqlikni kuyinishni bergan vaqtda aksicha bolalarning ota-onasiga nisbatan o'chmanlikni qo'zg'aydi. Eng oxirida bola ota-ona o'chib ketadi. Pelkan qushi. Burun rivoyatlarda pelkanda bir qush bo'lgan. Bu qush qurg'oqchilik tufayli yemek topolmay bolalarni beqish uchun o'zining go'shini cho'qilab bolalarga bergan. Demak, bu pelkan ana qushning tenidagi go'shtlar vaqtning o'tishiga ergishib tugab qolgan. Oxiri pelkan qush o'lgan. Holsizlanib. Bolalar nima degan desa, bolalari oxiri qiri go'shtni, ko'ni go'shtni yeyishdan qutuldik deb javob berdi. Demak, bolalarga bu xil haddan ziyoda muhabbet eng oxirida bolalarning ota-onasidan bezorlikni keltirib chiqardi. Amaliyotda bir bolaning mustaqil turmush kechirish iqtidori 9 yilda, ya'ni 9 yosh kirganda amaliyot bir bola mustaqil turmush kechira oladi. 9 yoshda. Zirafa 5 soatdan keyin zirafa bolasi tug'ilib 5 soatdan keyin mustaqil turmush kechira oladi. Har bolasi 5 minutdan keyin mustaqil turmush kechira oladi. Hayvonlarning ichida mustaqil turmush kechirish iqtidori ega bo'lgandan keyin ikkinchi uyga qaytib keladigan bir mayva yo'q, insonlardan boshqa. Hech qanday hayvonni ota-onasi shu mustaqil turmush kechirish iqtidori ega bo'lgandan keyin ikkinchi qatim uyga kelgizmaydi. Burkutlar cho deganda burkut odatda uvini tiqiyoq soladi, tiqiyoqlar. Burkut bolalari dalaqa uchalaydigan holat kelgan vaqtda, uchalaydigan holat kelgani uchalaydi deganlik emas. Uning uchishni umid qilsa, u mangu qanti bo'lsa-mu, uchishni bilsin ucholmaydi. Buni his qilgan burkut ona qanday qildi desa, bu bolalarni qiyodan ishtirdi. Odatda 50 bo'ladi, ya'ni bir bolasi ucholmaydi, o'ldi, yana bir bolasi uchadi. Ya'ni ishtirib etmasa bo'lsa, shikli burkut bolasi balkim hayot qilishi mumkin. Ammo hayot qolgan bilan ucholmaydi. Burkut nisbatan ucholmasini indindirek. Shu bolalar masalasiga kelgan vaqtda bolalar bo'lgan eng cho'ng mehribonlikni shafqatsiz orqali ifodalash kerak. Shafqatsiz. Ya'ni uning iqtidorini joriy qildirishga cho'qim yetakchilik qilish kerak. Undan so'ng bolalar qanday qilgan to'g'ri yetakchilik qildi. Eng cho'ng yetakchilik qilish nima degan vaqtda bolalarga nurg'un ishlarni o'zini qila oladiganlik ishontirish. Mushuning ufti qazonadigan har qanday ota-ona, har qanday o'qituvchi eng o'lchamlik bola tarbiyalagan. Ya'ni qanday har xil usullar orqali bolalarga o'zining mustaqil yashash iqtidorining borligini, ya'ni o'zining qilanmayman degan ishini qila oladiganligini o'rgatib qo'ya olsa. Mana bu kichik vaqtdan boshlab qo'llanilgan usul. Demak, biz sizning bolangiz yo'lda ketib qolganda, uning oldida toshlar bo'lgan vaqtda hargizmi ota-ona bu toshlarni bolalarning oldidan elib o'tish orqali emas, bolaga bu toshlardan qanday atlab o'tishni o'rgatish kerak. Bolalarning hargizmi oyoq boqichini itib qo'yash emas,
Bir bala oyoq boqishini italaydigan qobiliyat kelgan aman uningga oyoq boqish itishni o'gitish. Ya'ni qilib bir ish emas, o'gitish. Uningga nima qilishni emas, qanday qilishni o'gitish. Mana bu to'g'ri odat bo'ladi. Menga ta'sir qilgan bir hikoya bor. Bu bir roman hamda. Buningda Hamid Husayn deydigan bir arab balasining hikoyasi. Buning dadisi ning bir yeri bo'lib, bu raqs sotadigan raqs savdogarda. Keyin buning bu dadining, Hamidning dadisining shu uy boyaga bir cho'ng qurilish kelib qolmoqchi bo'ladi. Shu bilan shu davlatga ait boy bir neft savdogari bu uyga baho qo'ydi bu yerga. Degandan keyin Hamidning dadisi rad qiladi. Shu bilan shayx deb qo'ydi-ki, ular boylarni. Cho'ng bir boy. Shuni bilan Hamidning dadisiga texim qurbon qo'ydi. Yanılı Hamidning dadisi rad qildi. Oxir tahdid misoladi. Tahdid so'sam unamaydi. Bu mening yerim, men sotmayman deb turadi. Oxiri shu boy savdoga avval o'zining odamlarini avatganda o'zi keladi. Da sen nima qilib bersam sotsan degandan keyin Hamidning dadisi mundaq deydi. Men pulga sotmayman deydi. Faqat mush o'g'limni sana topshiraman. Buni o'qitib qo'ysan, tarbiyalab qo'ysan. Chunki men hargizmi balamning kelgusini o'tmishimga tegishmayman deydi. Diqqat qilinglar. Bu bek nadir gap, ha. Balamning kelgusini men o'tmishimga tegishmayman deydi. Bu deganlik men yerimni setib, nurg'un boyliqimni, o'tmishim mening boyliqim. Balam qoldursam, balamning istiqboli o'ldi deydi. Men pul verma deydi. Mush balamni o'qitib qo'y deydi. Buningdan ta'sirlangan shayx bo'ldi deb qabul qildi va Hamidga sen nimada o'qimoqchi edingsa, men Italiyada kiyim loyilashda o'qiyman dedi. Ayni vaqtda arablarga nisbatan kiyim loyilashda o'qish ayni vaqtda bir xil kallasini o'tmaydi. Sen buni nima kiyim loyilashda o'qib qolding desa, Hamid mundaq javob berdi. Men kishilarga dedi, g'arbliklarga dedi. Bizning kiyim raqs etiblam emas. Buni loyilab, aql bilanmi jon boqalaydiganligimizni, aql setibmi bizning jon kechira oladiganligimizni ko'rsatib qo'yma. Chunki ular biz sotgan bu raqlarni loyilab, yana bizga sotadi deydi. Buningdan ta'sirlangan savdoga uni yo'lga soladi. U Italiyada o'qish jarayonida haqiqatan tirishidi. Keyin Amerikada cho'ng bir loyilash sohasining cho'ng kuglomotor deb qo'yamiz ham bir cho'ng G20 deymiz ham hanzuchi deymiz buni cho'ng guruhdan birini qurib shu yerning bosh lideriga aylandi. Bu hikoya bizga nima deb turibdi? Ikki nuqta. Birinchi nuqta dadisi. Balamning kelgusini o'tmishimga tegishmayman. Nurg'un odamlar bor. Ularning boylik tepishga sabab balalar qoldirib qo'yish bo'ldi. Demak, u o'zining o'tmishini balsa qo'yib qo'yganlik uchun balasining kelgusi yo'qaydi degan gap. Ikkinchi nuqta, Hamidning gapi, men raqs etish orqali emas, aql setish orqalimi bizning hayot kechira oladiganligimizni, bizning aqlni sota oladiganligimizni ko'rsatib qo'ymadi. Demak, bu hikoya bizga nima tushuntiryapti desa, bal tarbiyalashdagi nurg'un nuqtalarni bizga tushuntiryapti. Bilanstikning keyin qismida biz bu to'g'riliq yana so'zlaymiz. Ham axloqchi. Balalarga axloqni qanday o'rgatamiz? Axloq masalasi. Hamma odam axloq to'g'riliqqa qildi. Ammo shuni siz tushunishingiz kerakki, axloq qandaqdir boshqalar bizga qarab turayotganda harakatimizni kontrol qilish emas. Yoki boshqalar bizni kuzatayotganini bilib qolgan vaqtimizda yolg'ondan axloqliq bo'lib bilish emas. Biz buni axloq demaymiz. Biz bu shakli soxtapazlik deymiz. Soxta axloq. Soxta axloqning o'zim bir axloqsizlik hisoblanadi. Men sizlarga bundaq bir tajriba ishlatib baqdim, tajriba.
Bu təcrübə qandaq degəndə mən bir günü dərsxana kirib balla dərs kirməsdən burun şu sınıfqa bir əxlətçilikini əslilik orundan yötkəb sınıfdan oturub qoyub qoydu. Mən həm də oyladım şunu kim S6'ga apırıb qoyады deb. Nurgun balla kirdi, amma hech qandaq balla bu əxlət sandıqını sınıfdan oturdun atırıb yötkəb qoymadı. Ki mən sınıf dedim. Mən şunu bir sınaq qıyğandım, hech kim şunu yötkəb qoymadыңlar. Әсі bu bir sınaqdı desem, ballarning ko'pincha o'xshash bir javobni berdi. Hayron qararliq javobni berdi. Nima javob deganda, agar dedi, biz shuning sizning siniqingiz ekanligini bilgan bo'lsak, agar uni bilgan bo'lsak, biz yo'tkab qo'ydik dedi. Yani ular bir mukofotga meni maqtashimga erishmoqda. Bu nima tushuntiryapti bo'lsa, agar buning bir sinoq ekanligini bilgan bo'lsak, yo'tkaydik dedi. Demak, bu yerdagi axloq bu bolalarning qalbida shakllangan axloq emas. Nurg'un odamlarning axloqida nima bo'lsa, ma'lum mutta bo'ladi. Ya kishilarning yaxshi ko'rishiga, ya kishilarning axloqliq deb qarashiga, yoki mukofotlarga erishish uchun axloqliq bo'ldi. Amaliyat axloqning o'zi nima shakllandi bo'lsa, odamning mohiyati shakllangan. Unda bu axloqni qanday shakllantiramiz? Gap qilish orqaliqmi? Ayıplash orqaliqmi? Albatta siz bir odamni axloqliq bo'l deyishdan burun, cho'qim uningga nima axloqliq bo'ldiganlik to'g'risida sabab deb bilishingiz kerak. Axloqning eng cho'ng yuqori nuqtasi samimiyat bo'ldi. Samimiyat. Samimiyat yetildirish. Parislarda bir maqol tamsil var. Rast gap qilgan odamga qechib ketadigan otni tayyorlab ber deydi. Rast gap qilgan odamga, rast gap qilmoqchi bo'lgan odamga qechib ketadigan ot tayyorlab ber. Bu nima degan gap desa, chunki bir rast gap qilish intoyin tez. Agar u rast gapni qilgan vaqtda cho'qim kishilarning haqoratiga yoki bo'lmasa tillashiga duch bo'lishi mumkin. Shunga u rast gapni qilib qechib ketsin demoqchi. Rast gap qilmoqchi bo'lgan odamga ot tayyorlab. Samimiyat. Albatta samimiyatni shakllantirish shundoq tez. Ammo mumkin emas. Undan men tuvanda 4 xil samimiyat deyman. Samimiyatning 4 bosqichi. Birinchi bosqich nima deganda axloq shakllantirish, ya'ni eng yuqori axloq shakllantirish uchun bundaq 4 bosqichni besib o'tamiz. Birinchisi yüzünün raskipini yüzü gidip biriş. Muhim ama. Yüzünün raskipini yüzü gidip biriş. Yüzünün raskipini yüzü gidip biriş degen nemesi, nurgun adamlar yüzünden keçip yürüydü. Yüzünü kubul kılanmaydı. Yüzünün bazı aciz dep oylagan yerlerini kubul kılanmaydı. Yüzün kemtik degan yerlerini qabul qilinmaydi. Mayli aqliy jihatdan, mayli jismoniy jihatdan. Men shu nurg'unlagan bo'yi paka bolalarning o'zini kamsiganligini ko'rdim. Men uni kulib ketdim. Agar dunyoda hamma narsa o'xshash yaratilsa, dunyoning hech qanday qiziqi bo'lmaydi. Tuyga inton egiz sat yaratildi. Paka kichik yaratildi. Shir har xil. Ammo butun hayvonotlar dunyosida men hozir qadar tehi tüyünün şırğa bəs qıyğınını, şırının pilğa bəs qıyğınını, yılanның quşulap qanmığanlıq üçün azaplanğınını, yoki quşlarning biliq bo'lib qanmığanlıq üçün azaplanıb görüb. Faqat insonning o'zining boshqa odam bo'lib qanmığanligidan azaplanayotganligini, shu tufayli o'zini yaxshi ko'rmayotganligini, shu tufayli o'zidan bezor bo'lganligini his qildim. Demek nurgun adamlar o'zining yarilish holatidagi mush holatini yaxshi ko'rmaydi. O'zini qabul qilolmagan. Men shundoq deymanki, agar men odam bo'lmay bir ish bo'lib tug'ilib qolgan bo'lsam, men hargiz odamga havas qilmay yaxshi ish bo'ldim deyman. Katta padillarni qo'g'daydigan
Sadık bir iş buldum deydi. Yaxşı iş. Men börgüm heves qilmaydi. Agar men bir qurt ulab yarilib qolgan bo'lsam, eng katta qurt bo'ldim dedi. Qaltis qurt. Noch qurt bo'ldim. Men hargizmi meni yeyvesin, yeyitadigan qushlarga heves qilib жүрмейdim. Chunki men qurt ulab yaralgan. Şu nurgun adamlar yüzünü mana shundoq qabul qilmaydi. Nimishqa desa, ularning ko'z qarshida o'lchamlik odamlar, boshqa odamlar bo'lganlik uchun ular yüzünü boshqalarga selishtirib olganlik uchun doim yüzünü o'ylagan vaqtda ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Amaliyotda dunyo har xil bo'lganlik uchun go'zal bo'ldi. İnsan yüzünü qabul qilgan vaqtda, yüzünü yaxshi ko'rgan vaqtdan tatiblar boshqalarni hurmat qilgan bo'ldi. Ammo siz o'zingizni yaxshi ko'rmisiniz? Siz o'zingizni yaxshi ko'rmayotgan yerda boshqalarning sizni yaxshi ko'rishdan eg'zi chiqimi bo'lmaydi. Bu birinchi samimiyat. O'zining rost gapini o'ziga deb berish. Ikkinchisi, buningdan alqalgan odam ondan o'zining rost gapini boshqalarga deb beradigan bo'ladi, erkin bo'ladi, o'zini yushirishdan saqlanadi. O'zining rost gapini boshqalarga deb berish. Buningga biz ma'nodan olqib anda o'tamiz. Ya'ni, masalan, bir paka tug'ilib qolgan yoki semiz tug'ilib qolgan. Yoki bo'lmasa, chiroyi o'zining ko'z qarshida sat deb o'ylab olgan odam avval o'zining go'zalligini his qila olsa. Mening bunda ortiqchiligim bor ekan-ku deb o'ylay olsa. Chunki biz qurutni zanglik qilamiz, ha. Agar qurutlar qush bo'lsa, biz chuqur qushni yaxshi ko'ramiz. Ammo qurut bu maslik unda qaramaydi. Qurut o'zini eng go'zal deb o'ylaydi. Ya'ni butun dunyodagi hayvonlar menga o'xshamaganlik uchun ular baxtsiz deydi. Bizchi desa, biz boshqalarga o'xshayolmaganligimiz uchun o'zimizni baxtsiz deymiz. Biz o'lchamni boshqalarga qo'yamiz. Qurutchi desa, hamma hayvonlar menga o'xshamaydi ekan. Men o'xshayolmaganlik uchun ular baxtsiz deb o'xshamagan deylikdi ekan. Har bir odam o'lcham. Siz hargizmi o'zingizning boshqalarga o'xshayolmaganligidan emas, boshqalarning sizga o'xshamaganligi uchun boshqalarni tek baxtsiz deb o'ylasangiz bo'ladi. Mana shunday bir xil ishonch. Shu vaqtda siz o'zingizning rost gapini boshqalarga deb bersiz, bu vaqtda kishilardimi sizga nisbatan bexatarlik tuyg'usi bo'ldi, o'zingizdimi yengillashish bo'ldi. Bu samimiyatdan keyin biz boshqalarning rost gapini o'zimizga deb bera oladigan bo'lamiz. Bu nima degan gapsa, o chaqda biz o'zimizga o'xshamaydigan, yoki bo'lmasa o'zimizdan kuchli, o'zimizdan kelishgan, o'zimizdan bilimlik odamlarni e'tirof qilishni o'rganamiz, ularga hasad qilmaymiz, ularni yaxshi ko'rishga boshlaymiz. Bu uchinchi samimiyat. Boshqalarning rost gapini o'ziga deb berish. Nurg'un odam boshqalarning rost gapini o'ziga deb bermaydi. Bu deganlik e'tirof qilolmaydi. Bu uchinchi bosqichda keldi. To'rtinchisi desa, ondan etika. Etika deganimiz bu axloq. Boshqalarning hamda rost gapini boshqalarga shu peti deb bera oladigan bo'lamiz. Ya'ni boshqalarni kamsitib, burmilab tushundirmaymiz, boshqalarning yolg'on gapini rost qilib, rost gapini yolg'on qilmaymiz. Ya'ni boshqalarning rost gapini boshqalarga deb berish. To'rtinchi samimiyat. Demak, bu yerdagi axloq deganimiz amniyat tip yetib aytganda psixik masala. Agar bu xil psixiklik masaladan o'tmay turib, yolg'ondan yoki bo'lmasa qo'rqash orqali axloq shakllantirganda, bu xil axloq haqiqiy axloq bo'lmasdan, balki axloqsizlikning yushurinishi hisoblanadi. Shunga biz eng yuqori axloqqa yetishimiz uchun birinchi samimiyatni ishga oshirishimiz kerak. O'zingning rost gapini o'zingga deb ber. Mesning oy kelib chiqishing qandoq bo'lsin, iqtisodiy ahvoling qandoq bo'lsin, badan alomating qandoq bo'lsin. Mush holatingni sen avval nima qilishing keraksa, men mush ekanman deyalishing kerak. Bu jihatda mening bir do'stim bor, Veli deydi, Abduveli Abliz deb. Bu bal intayin zirik. Uning masalalarga ko'z qarshimi, meninkidimi o'tkir bola bu. Mana bu
bu jihatda eng yangiligim bola. Ya'ni buning kichik vaqtida buni o'maq, o'zi chiroy seriqroq qilibdi. Kichik vaqtda hamma odam o'zining bu xil seriqlik tufayli, boshqalarga o'xshamaganlik tufayli beyaram bo'ldi. Biroq bu bola cho'si o'zini yangiligi. Ya'ni u o'zining bir xil seriq, ko'zining bir xil boshqalarga o'xshamaganlik tufayli bir faxrlik his qila oladi bu bola. Ama nurgun balla çoğu dese, men nurgunluq arılıqı, seriq ballarını gördüm, çırayı yakımız. Ular daim kişilerden keçip yürüyor. Neymiş kalsa başkaları okşamağalık için. Bırak bu balı çoğusa del başkaları okşamağalık için bir xil pəxirlik his qılarlar. Yüzünü yengəligi. Şun bu adette yüzünü başkalarına beyvas düşündürəliydi ve yüzünün kuşluq ademlerini mi qubul qılarlaydı ve yüzüge okşamağa ademlerini mi qubul qılarlaydı. Atalmış normal kişiler çoğu degende atalmış normal kişiler daim yüzüge pərqliq boğa ademlerini ayıplaydı. Ve onun en çok artıq neyməsə başqalarının rast kepini başqalarına şüphe dep birəliydi. Bu xil ademlerde küz ixtidarı güçlük buldu. Bu xil ademler gerçi bekçik pul tep ketmişmi ama hayatıda bekçik pulu var dek yaşaydı. Bundaş bayqanda bay yaşaydı deyik. Mana bu töt samimiyet.